Uyghur xalq masallarından qushning arzusi. Intayin güzel ve aqlli bir qush bo'lgan ekan. U yaqinliq sayrab, odamga o'xshash so'zlayoladi ekan. Bu qushning daqin anglagan bir podshoh nurg'un kuch sarf qilib, uni tutqizibdi va rang-rang yopiq munchoqlar bilan zinnatlangan oltin qafasga solib, o'rtasiga esib qo'yibdi. Podshoh bu qushni behma atvolaydi ekan. O'z qo'li bilan oziqlantiradi ekan. Oradan xilli vaqtlar o'tibdi. Lekin qush bir qatimmo ichilib sayramabdi. U doim g'amgin holatda beshini tuvan silib turadi ekan. Buni ko'rgan podshoh bir kuni qo'l ostidagi vazir ulmolarni yig'ib, "Aytinglarchi, bu qush bizning huzurimizda nima uchun sayramaydi?" deb so'rabdi. Vazirlardan biri, "Buning sababini uning o'zidan so'rab ko'raylik", debdi. Qushdan nima uchun sayramaydiganligini so'ragan ekan, "Qafasning eshigini ochib qo'ysanglar, daraxtning ustiga qo'nib sayrab beraman", deb javob beribdi qush. Buni anglagan podshoh qafasning eshigini ochib qo'yishni buyuribdi. Qush qafasdan chiqibdi-da, Majnun talning zilvashiga qo'nib, "Oltin qo'nda qafasdan ling-ling qumushim yaxshi, bunda asal yegandan erkin turmushim yaxshi", deb bir qatim sayrabla parvoz qilib uchib